tushuncha beradi jismoniy shaxslarga xizmat ko'rsatish bo'yicha. Akmal. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar. Bugungi kunda bizda chakana jismoniy shaxslarga o'sha kredit mahsulotlari quyidagilar hisoblanadi. Bizda birlamchi ipotek kreditlarimiz bor, avtokreditlarimiz bor, nikoh qarzimiz bor, davlat dasturlari bo'yicha nikoh qarzlarimiz mavjud. Ipoteka birlamchi bozorda o'sha subsidiya bor, subsidiyasiz bor. Ya'ni subsidiyali O'zbekiston Respublikasi shu Prezident qarori asosan birlamchi ipoteka kreditlari quyidagi tartibda beriladi. Foizi 18%, boshqa badal 15%, 20 yilga beriladi. Agar subsidiya qismi subsidiyali bo'lsa, o'sha dastlabki 30 millionni davlat boshqa badalni 30% davlat byudjeti tomonidan to'lanadi va 5 yil davomida 4% davlat byudjetiga nisbatan moliya vazirligi tomonidan qabul qilinadi. O'sha mijozda asosan to'lanadigan hujjatlar mijoz pasporti, keyin o'sha sotib olinayotgan uyni kadastr hujjatlari, keyin pasportlari, keyin o'sha shartnomalari, keyin o'sha agar subsidiya bo'lsa o'sha xabarnomasi kerak bo'ladi. Keyin o'sha birgalikda qarz oluvchi, ya'ni o'sha mijoz tomonidan o'sha olayotgan sotib olayotgan daromadi yetmagan taqdirda birgalikda qarz oluvchi qabul qilinadi.